Bugün Xorazmdagi eng katta avtotuninglardan biri Pioneer avtotuningni avtomatlashtirish ishlarini boshladik. Inanora, ko'na programmada ishlab turadiz-ku. Toza programma o'tirib berganda, bundan tashqari nima afzalliklarini sezdingiz, boshqa programma ishlaganda ularni uchun qo'yishi kerak. Bir afzalligi, eng yaxshi yerlarini aytib bersangiz. Biz eldingi programma ham normalniydi, просто sal qiyrak versiyalari, sal qiyrak edi. Bizlar az уже takomillashtirilgan, ham ansatırlashtirilgan, ham prixod rasxodlarim, mahsulotlar rasmlari bilan chiqib turibdi. Zo'r, молодец, вообще yoqdi menga. Eldingi programma qaraganda budim уже takomillashtirilgan xilidan, ham ansatlashgan, ham nima deydi, vaziyatdan kelib hozir zamonaviy bo'lib qoldirmiz-ku. Zamona moslashgan, ham tez, ish ham sifatli, ham telefonimda chiqadi. Mana eldin kompyuterda o'ynab turib, qiynalib netaradim. Hozir bu vaziyat zo'r bo'ldi, xudoy. Вообще menga yoqdi programmalar, u bir o'ynatish emas. Короче, programma zo'r, yoqdi haqiqatan. Programma bo'yicha telefonda ishimlar ketaveramiz, ham xodimlarim ham poli elataveradi. Telefonda ishlab, kompyuterga tashiydi. Spiskani kompyuterga tashiydi, sразу chek chiqarib beradi, klientning ishi tez bitadi. Men ishim ham tez bitadi. Bu вообще zo'r. Doğrusu haqiqatda yoqdi. U reklama tushish, u boshqa menga farqi yo'q. Burası. Haqiqiy bana. Aslanı haqiqiy bana sanayib turibman, lekin yoqdi menga. Zo'r, har tomonlama qulay.